2026-yil buzoq burji uchun bu oddiy yil emas. Bu nihoyat hayot sizni qo'yib yuboradigan, siz esa o'zingizga tegishli bo'lgan hamma narsani qaytarib oladigan yil bo'ladi. Agar siz ham uzoq yillik kurashdan charchagan bo'lsangiz, demak bu bashorat aynan siz uchun. Buzoq burji vakillari, 2026-yil siz uchun shunday yil bo'ladiki, nihoyat men shoshilmayapman, men hammasini to'g'ri qilayapman deb aytasiz va bu so'zlar chin bo'ladi. Bir necha yillik tebranishlardan so'ng hayot sizni nihoyat qo'yib yuboradi va siz sekin, ammo qat'iyat bilan o'zingizga kerakli narsani qaytarib olasiz. Yil boshlanishi portlash emas, asta-sekin alangaga aylana borayotgan cho'g'ga o'xshaydi. Siz nimani xohlayotganingizni aniq his qilasiz va harakatni boshlaysiz. Ortiqcha shovqin, ko'z-ko'z qilishsiz, ammo mustahkam poydevor bilan. Moliyaviy barqarorlik kuchayadi, ayniqsa hisob-kitobni biladiganlar uchun. Bu yil siz tinchlikni topasiz. Chunki siz o'zingizni tanlaysiz. Sizni qiynagan vaznlar, keraksiz odatlar va bo'sh munosabatlar ortda qoladi. 2026-yil sizga shuni o'rgatadiki, o'zingizga mehr bu eng katta kuchdir va siz aynan shunday kuchga aylanayotgan insonsiz.